Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Anchadan buyon YouTube'ga darslik chiqazmay qo'ydim ayrim sabablarga ko'ra. Bugungi darslikda Telegram adresini 2026-yilda eng effekt beradigan yo'llari bilan yoqish, yangilangan funksiyalar, sizlarning bizneslaringizga qanaqa foydalari bor, shu haqida gaplashamiz va qo'shimchasiga men shu Telegram adresidan 1 yil ichida $20,000 shu daromad qildim va shu $20,000 qanaqa qilib ishlab topganim va foydasini sizlarga men ko'rsataman, tushuntirib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsalaringiz batafsil 2026-yilda bu Telegram adresi sizlarning bizneslaringizga kerakmi, kerak emasmi, qanaqa funksiyalari bor, hammasini noldan effekt beradigan darajada tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, keladigan bo'lsak, juda ham ko'plab reklamalar bilan ishlab kelganmiz, ya'ni reklamalar yoqib berganmiz, o'zimiz ishimizga reklama yoqqanmiz va sonlar har xil bu yerda. Birinchi navbatda yoqishdan boshlayman va qaysinisi qanaqa effekt beradi, nima qilsak ko'proq effekt olamiz, shu haqida ham tushuncha berib o'taman. Reklama yoqishimiz uchun Telegram adresida birinchi o'rinda Telegram adres ochib olishimiz kerak. Buni silkasini sizlarga men shu YouTube kommentariyasida qo'yaman. Bemalol o'tib foydalansalaringiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng create a new ad bar va manage budget bar, ya'ni hisobimizni to'ldirish, yangi reklama yoqish ustiga bosamiz. Bu yerda mana shunaqa bo'lim ochiladi. Aytib o'tishim kerak, hozir ton shu hisobida ko'rsatyapman men reklama yoqishni. Yevro hisobda ham yoqsa bo'ladi reklamani. Plus minusi nimada desalaringiz, tonda sizlar $50, $100 atrofida budjet bilan ham reklama yoqib ketasizlar. Nimada Euro akkauntda sizlar kamida $500 pul solishlaring kerak, u 20% komissiya olib qoladi. Deyarli katta farq qilmaydi hozir 2026-yilda yevro bilan shu ton hisobda. Bemalol sizlar o'zlaringiz ishlaringizga tonda qilsalaringiz bo'ladi. Men o'zim ham tondan foydalanaman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shunday bo'limlar chiqadi. Birinchi bo'limga reklamamizning nomini yozishimiz kerak bo'ladi va yana bitta narsani men qo'shimcha qilib aytib o'tay. Videoni aytganimdek o'tkazmasdan ko'ringlar. Meni shu tajribam Telegram adresi ton hisobida ruxsat bergandan buyon, shundan buyon reklama yoqib kelamiz. Eng katta narsa bunda ko'plab YouTube'da ko'rishinglar mumkin. Adresidan shu ro'yxatdan o'tish, hisob to'ldirish, bularni ko'rib sizlar mustaqil qilishlaring mumkin, lekin birinchi marta qilishlaring bilan sizlar yaxshi natija olmaysizlar. Yaxshi natija uchun normalniy tajriba kerak bo'ladi. Misol 2 yildan buyon reklama yoqib turgan bo'lsam, men oxirgi mana shu yillarda yaxshigina shu reklama adresidan foyda ham oldim. Boshqalarga kanallar ham ko'p tayyorlab beramiz biz. Bular hammasi tajribadan. U birinchi marta shu ko'rib turib qilgan odam qila olmaydi. Qanaqangi qilaveradi, effektini qilib qila olmaydi. O'zini ko'proq budjet sarflab oladi. Baribir tajriba muhim deb o'ylayman men. Xo'p, birinchi reklamamiz mavzusini yozamiz. Misol uchun biz birorta loyihani yokida o'zimizning kanalimizni rivojlantirishimiz uchun, misol kimdir atir sotadi, shu atir biznesida atir uchun deb qo'yaman. Atir biznesida olamiz, Telegram kanalingiz bor, boshqa konkurentlaringiz kanaliga reklama qilmoqchisiz. Bu yerga o'zingiz mahsulotingiz kanalingiz to'g'risida shu reklama matnini yozasiz. 160 ta harfdan o'tib ketmagan. Misol uchun bizning kanalda men reklama matnini yozib oldim. Bizning kanalda premium atirlar bor va chiroyli qilib sizlar bundan ham yaxshiroq yozsalaringiz bo'ladi. Keyingi navbatda biz shu kanalimiz nimasini qo'yamiz? Silkasini qo'yamiz. Bu yerga biz video yokida rasm joylasak bo'ladi. Mana bu upload photo or video degan joyini bosib, o'zini formati bor, 16 ga 9, shu formatda joylashimiz kerak. Bu yerga har mingta ko'rish uchun 1 ton, bu yerga ham shu reklama budjetini kiritamiz va bitta userga, ya'ni bitta shu foydalanuvchiga necha marta reklama ko'rinsin deganiga 4 dan bosib qo'yamiz va aktivga o'tkazib, bu yerga shu qaysi kanalga reklama target qilmoqchi bo'lsangiz, shu konkurentlarimiz kanalini kiritib chiqamiz. Men
hozir yuzaki tushuntirib o'tdim. Boshqalar ham xuddi shunaqa qilib tushuntirib o'tadi. Endi bu Telegram adresini o'zini qoidalari bor. Ya'ni sizni kanalingizni aktivga o'tkazmaslik o'z qoidalarini yozib qo'ygan. Shu qoidalarga kanalingiz mos kelsa, aktivga o'tkazadi. Agar mos kelmasa, nimaga aktivga o'tkazmaganini sizga yozib qo'yadi va shu xatolikni to'g'rilaganingizdan keyin Telegram adresi siz reklamangizni aktivga o'tkazadi. Bu xatoliklar bilan ishlash uchun ozgincha sizlarga tajriba kerak bo'ladi. Xo'p, keyin Create Ad deb bosasizlar va reklamalaringiz yonadi. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin, men hozir ko'plab reklamalar yoqqanman va yana ba'zilari ko'rib chiqishda turibdi va har xil sonlari bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bular nima deydigan bo'lsalaringiz, birinchi navbatdagi mana bu Wise degan joyda har xil sonlar turibdi. Misol 2 millionga yaqinlashib qolgan. Bu prosmotr hisoblanadi. Ikkinchi clicks degan joyda bu nechta odam ko'rib bosgan, mana shu hisoblanadi. Uchinchisi actionda qo'shilgan odamlar, CTRda reklama ko'rsatish foizi, bu spend sarflangan budjetlar va reklama statusida aktiv turibdi va qolgan budjet. Qisqacha tanishib oldik reklamani ko'rinishi bilan. Endi misol uchun mana shu 60 ming, 70 ming prosmotr bilan ham Instagramdan ustun jihati ham maqsadli auditoriyaga sizlar reklama berganlaringiz uchun juda ham zo'r effekt beradi. Kichkina prosmotrlar bilan ham bu yerda yaxshigina effekt olsangiz bo'ladi. Misol uchun men aytib o'taman, mana shu bitta loyihadan men 10 ming dollarga yaqin pul topganman. Yaqin yokida 10 ming dollardan ham ko'p. Men o'rtacha hisobda hisoblayman. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu yerda tabrik deganman 400 mingga yaqin shu prosmotr bo'lgan. Yaxshilab qarasanglar, mana o'rtaroqda turibdi. iPhone'da video olib turganim uchun belgilash joyi yo'qligi uchun men belgilab ko'rsata olmayapman. 400 mingga yaqin prosmotr bo'lgan. Undan 92 mingga yaqin bosish bo'lgan va send message, ya'ni 4400 ta odam menga xabar yozgan. Ya'ni shu loyiha bo'yicha bu qanaqa loyiha edi? Insonlarni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash loyihasi edi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Endi o'rtacha narx 50 ming so'm, lekin 80 minglik tariflari bor. Eng arzoni 50 ming so'm aytgancha, o'rtachasi 60 ming. Har xil shu tariflari bor. Misol Rossiyaga telefon qilish 80 ming. Xullas shu loyiha bo'yicha men shaxsan o'zim ochib ishladim. O'rtacha har bitta tabrikni 50 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsanglar, menga 4,5 mingga yaqin odam yozgan. 4,5 mingga yaqin odam necha pulga yozyapti? 270 tonga yaqin. Bu 270 tonimiz o'rtacha 4 dollardan olsanglar, har bitta tonni 10 tasi 40, 100 tasi 400, 200 tasi 800, deyarli 1200 dollar deylik. Xo'p, reklamaga 20 million pul ajratvordik deylik. Mana oshig'i bilan 20 million, lekin reklamaga hali pul ajratganim yo'q 1 yil ichida. Menga shu 4,5 ming anaqa odam yozgan. Bundan kamida 2000 tasi mendan tabrik olgan. 2000 tasi zakaz berib, to'lov qilib, men eng minimalini aytyapman. 2000 tasi olgan. Endi 2000 tani yana minimalda hisoblaymiz. 50 ming so'mdan hisoblaymiz. Unaqa, lekin ko'pchiligi 80 mingdan bitta tabrik bergan odam 2-3 martalab bergan. Ularni ham olmayapman. 50 ming so'mdan endi 50 ni 2000 ga ko'paytiramiz. Hozir kalkulyatorga kirib ni 2000 ga ko'paytiramiz. Eng minimalida hisoblasanglar 100 million chiqyapti. Lekin o'rtacha 150 million men pul topgan bo'laman. Rostdan 150 millionga yaqin o'zim hisoblaganimda undan ham ko'proq edi. Hozir minimalda hisoblaganimizda 100 million pul chiqyapti. Undan 50 millionni sizlar nimaga chiqarib olsalaringiz ham xarajatlarga, shu tabrikchi qizlarga pul berishga, ya'ni 50 ming so'm sizlarda foyda qoladi minimalini olib aytganda. Lekin meni o'zim 10 ming dollardan oshiq meni o'zimga foyda qolgan. 1 yil ham bo'lgani yo'q. 1 yil bo'lishiga yana 3 oymi, 4 oy bor. 3 oy bor adashmasam. Mana bitta loyiha orqali men sizlarga hisoblab beryapman Telegram adresidan pul kelganini. Endi sizlar endi
bitta tabrik yaxshi bo'ladigan deb hamma o'zini tabrikka urib, qanaqadir maymun biznes qilmasdan, misol kimdir apteka ochsa, apteka qilmasdan, o'zlaringiz bizneslaringiz, o'zlaringiz sohalaringiz nima bo'lsa, o'sha sohangiz bo'yicha mana shu Telegram adresini rivojlantirsalaringiz, juda ham yaxshi foydaga chiqasizlar. Men bizneslarni ko'ryapman, shu real hayotda, ya'ni bitta joy olaman ekan, $10,000 biznes, deyarli $10,000 men birorta biznes ocha olmadim real hayotda. $10,000 pul tikib 2-3 million keladigan bizneslar juda ham ko'p, 5 millionga yaqin. Lekin u kerak emas, chunki 10 million tikmasdan turib ham oddiy odam oylikka ishlasa ham $10,000 tikmasdan turib o'sha 5 millionni topa oladi. Lekin mana bu orqali sizlar arzimagan shu bilimga misol $100 pul sarflayapsizlarda, 10x ga yaqin ko'proq foyda keladigan narsa o'rganyapsizlar. O'zlaringizni men maslahat beraman, shu Telegram adresini yaxshi o'rganib, ijtimoiy tarmoqlardan yaxshi o'rganib, bizneslaringizni rivojlantirib, internetda ish qilishlaringizni. Men real hayotdagi bizneslarni ham ko'rdim va shuning uchun yo'q bo'lib qoldim ma'lum bir muddat va men o'zimni yana ishimga qaytyapman. O'zimning ishim foydasi ham yaxshi ekan, qanaqadir ortiqcha chiqimlarsiz, soliqlardan qanaqadir muammolarsiz, bitta o'zini o'zi band qilgan bilan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Endi biz buni yangi kirganmiz, qayerdan qanaqa qilib o'rganamiz, ya'ni Telegram adresini. Men qo'limdan keladigan narsalar shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni biznesingizni yuritishga yordam berish. Endi siz o'zingizni sohangizni yaxshi bilsangiz, bemalol buni qo'shimcha qilib o'rganib, reklamalar yoqib, tajribangizni orttirib, o'zingizni ishingizda muvaffaqiyatga chiqsangiz bo'ladi. Sizlarga tavsiya beraman, o'zlaringizni shu nimani yaxshi chuqur bilsalaringiz, shu ishni yaxshi rivojlantirishga tavsiya bergan bo'lardim.